Assalomu alaykum. Azizdan aziz bo'lgan o'zbegimning o'g'lonlari, barchinoy qizlari, onaxon otaxonlari. Mana men sizlarga Amerikaning eng so'lim inson bahridir ochiladigan joylarini sizlarga tavsiya qilmoqdaman. Mana bunday go'zallik har kimga ham nasib etmaydi. Qarang. Sokinligini qarang. Mana bu suvni qarang, suvni go'zalligini. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana Amerika. Buni qarang, go'zal manzara. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunday sokinlik, bunday go'zallik hamma joyda ham bo'lavermaydi. Mana qarang mana. Qoyilman. Ana manzara, mana manzara. Mana yuribmiz aylanib shunaqa qilib. Mana buni qarang mana. Mana xususiy bog'lar. Ana manzara, mana manzara. Har kim ham bunday go'zal manzaraga musharraf bo'lavermaydi. Mana do'stlarim, ko'ring, quvoning. Shunday Amerikada joylar borligidan havas qiling va niyat qiling. Albatta yetishasiz. Men sizlarga ilindim. Ko'rishgandan ko'rishguncha shunday go'zal manzaralarda sayr qilish birgalikda nasib etsin. Amin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.